Assalomu alaykum, qadrli qadrdonlar. Xudo xolasa, navbatdagi o'g'limizga maktab topshirdik. Ko'rsangiz bo'ladi, yangi bozor madaniyatdamiz. Gigant o'g'imiz bo'ladi bu. Katta razmerda ishlangan. 420 ga 230 etib ishlangan bu o'g'imiz. Stollarni ham 275 lik stol qo'yib berganmiz. Ko'rsangiz bo'ladi, 90 sm 275 bo'ladi. Stollarni ham toza fasonlarda ishlab berganmiz. Ko'rsangiz bo'ladi, to'g'ri etib. Her daim olay o'tirishlarimiz ochiladi, hammasi tina ko'zlarini solib qo'yib foydalanadi. 100% pampers prujurlar bilan, mo'shi materiallar bilan ishlangan. Xudo xolasa, ko'rsangiz bo'ladi, zo'r etib tikilib, yaxshi etib ishlangan. Tumbalarimizga ham ahamiyat berasizlar. O'qon etib 80 ga 60 etib ishlangan tumbalarimiz. Xudo xolasa, kimga shunday sifatli uголок, mexki mebel, har qanday turdagi mebellarni ishlab o'rnatib beramiz.